Assalomu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi so'zlaydigan mazmun diabet bemorlari yoki bo'lmasa og'riqlashni xohlaydiganlar yeyishi kerak bo'lgan ko'ktatlar to'g'risida. Diabet bemorlariga yoki bo'lmasa og'riqlashni xohlaydiganlarga tibbiy maslahat, ya'ni yemak-ichmak to'g'risida maslahat bergan chog'da ko'ktatlarni ko'proq iste'mol qilishni buyuruydi. Chunki ko'ktatlarda har xil mineral moddalar va vitaminlar mo'l bo'lib, ozuqlik qiymati yuqori bo'lib qolmay, yana ularning talovliq tarkibi yuqori bo'lg'achqa, inchikuchay va cho'ng uchaylarning normal harakatlanishiga yordamchi rol o'ynaydi. Shundaqla boshqa yemaklik turlariga qaraganda tarkibidagi shakar miqdori tuvan bo'ladi. Undaq bo'lsa, diabet bemorlari ko'ktat turining hamma turini iste'mol qilsa bo'laveramdi. Albatta, diabet bemorlarga yegandan keyin qon shakerini o'rlatmaydigan, tarkibida shakar miqdori tuvan bo'lgan ko'ktatlarni yeyishni tavsiya qilish kerak. Ko'ktatlarning ichida tuproqning ustida o'sadigan ko'ktatlar bu xil tipdagi ko'ktatlarga kiradigan bo'lib, bularning tarkibidagi shakarning miqdori tuproqning ostida o'sadigan ko'ktatlarga qaraganda xilli tuvan bo'lib, diabet bemorlari yoki bo'lmasa og'riqlashni xohlaydiganlarning yeyishiga muvofiq keladi. Chunki ko'ktatlarning tarkibidagi shakarning ko'p qismi yiltizda saqlanadi. Tuproqning ostida o'sadigan baranga, sabza, chamg'ur, tatliq baranga, turub, piyoz qatorliqlarni diabet bemorlari iste'mol qilsa, qinindagi qandni yuqoritib etadi. Masalan, 100 gram baranga badanga kirgandan keyin 15 gram shakarga aylanadi. Bundaq bo'lganda diabet bemorlarining qandini kontrol qilishiga ta'sir ko'rsatadi. Şuna tövəndə tərkibində şeker miqdarı tövən bolğan köktatlarını görüp ötüli. Birincisi Brüssel qat kökü. Bu bolsa qat kökünün bir xil türü bolup 13-cü əsrlərdən başlap Belgiyada östürülgən bolğaçqa paytaxt Brüsselnin ismi bilan atalğan. 100 gram Brüssel qat kökünü iste'mol qilgandan keyin uchay sistemasi orqali qon tomir sistemasiga kirganda 5 gram shakarga aylanadi. Bu ko'ktat bek yeyishlik bo'lib, qo'rib yeyishkimi yoki bo'lmasa sovuq ko'ktat holatda yeyishkimi bo'ladigan tamlik ko'ktat. Ikkinchisi tasma purchoq. 100 gram tasma purchoq badanga kirgandan keyin 4 gram shakarga aylanadi. Tasma purchoqni odatda qishda yeyish uchun to'ng'itib saqlab olishga bo'ladigan ko'ktatlarning biri. Uchinchisi yeshil yesivilak. 100 gram yeşil yesivilak badan kirgandan keyin faqat 3 gram shakarga aylanadi. Bu ham holatda sovuq ko'ktat qilib yeyishga muvofiq keladigan bo'lib, ezib suyini chiqarib ichsimi og'riqlashga foydasi bor. To'rtinchisi sarabil, ya'ni marvayt gul deb ataladigan bu xil ko'ktat 100 gram iste'mol qilinsa, badanga kirgandan keyin faqat 2 gram shakarga aylanadi. Buni dumlab pishirsimi, qo'rib pishirsimi bo'ladigan yeyishlik ko'ktatlarning biri. Beşincisi palak. Palakdan 100 gram iste'mol qilsa, badanga kirgandan keyin faqat 1 gram shakarga aylanadi. Buni pishirmayla ham holatda iste'mol qilsimi yoki bo'lmasa qo'rmalarga selib iste'mol qilsimi bo'ladi. Navoda tuxum bilan qo'rib atdeganlik nashlig'ingizni yesangiz, ozuqlik qiymati yuqori bo'lgan, qo'saqni tez ochirib o'tmaydigan, qondagi shakarni o'riltib o'tmaydigan, ko'ngildagidek nashliq bo'la oladi. Altıncısı, köktat kavası. 100 gram köktat kavasını iste'mol qilsa, badanga kirgandan keyin 3 gram shakarga aylanadi. Yettincisi, qat kök. Qat kökdan 100 gram iste'mol qilsa, badanga kirgandan keyin bu 3 gram shakarga aylanadi. Buning har xil iste'mol qilish usullari bor. 8-si ko'k chechak. 100 gram ko'k chechak iste'mol qilinsa, badanga kirgandan keyin faqat 4 gram shakarga aylanadi. 9-si avokado. 100 gram avokado iste'mol qilinsa, badanga kirgandan keyin 2 gram shakarga aylanadi. Oq chechak. 100 gram oq chechak iste'mol qilsak, 3 gram shakarga aylanadi. Yuqorqi ko'ktatlardan 100 gram iste'mol qilsa, yuqorisi 5 gram shakarga aylansa, tövini 1 gram shakarga aylanadi. Bundaq bo'lganda diabet bemorlarining qon shakarini bek yuqoritib o'tmaydi. Ham ularning ozuqlik qiymati nihoyat yuqori. Yiltizni iste'mol qiladigan ko'ktatlardan 100 gram iste'mol qilsa, 15 gram shakarga aylanadi. Bundaq bo'lganda diabet bemorlarining qon shakarini kontrol qilishiga
ta'sir ko'rsatadi. Şoňa bu xil köktatlarni, ya'ni yıldızını iste'mol qilgan köktatlarni diabet bemorlari amalga yemagan yaxshi, ya'ni parhez tutgan yaxshi. Og'riqlashni xohlaydiganlar yıldızını iste'mol qilgan köktatlarni ko'p yesa qon şekerini yuqoriltib. Bu yuqorilgan ortiq şekerlar mayga aylanib saqlangan bo'lg'achqa badandagi zapas mayni ko'piltib, yoki bo'lmasa ko'paytib. Bunun bilan og'riqlash maqsadiga yetkazib bo'lmaydi. Şoňa og'riqlashni xohlaydiganlar bu xil köktatlarni az iste'mol qilgan yaxshi. Endi diabet kesili bo'lmaganlar yoki o'zini semiz deb o'ylamaydiganlar har xil köktatlarni muvofiq miqdorda iste'mol qilib bergan yaxshi. Chunki o'xshamagan köktatlarning tarkibida o'ziga xos ozuq tarkiblari bo'ladi. Bedenimiz bo'lsa har xil mineral moddalarga, vitaminlarga ehtiyojli. Şoňa tuproqning ostida o'sadigan yoki tuproqning ustida o'sadigan köktatlarning hammasini muvofiq miqdorda pat-pat iste'mol qilib bergan yaxshi. Lekin yemek yeganda bek to'yinib yeyishdan saqlanish kerak. Bek to'yinib yeganda yoki shu bek to'yinib yeyishga odatlanganlarning oshqozon va oshqozon osti bezi kasali bo'lish nisbati yuqori bo'ladi. Bugun diabet bemorlari yoki og'riqlashni orzu qiladiganlar yeyish kerak bo'lgan köktatlarni, ya'ni tarkibida shakar miqdori tuvan bo'lgan köktatlarni 10 xilini tunishtirdik. İnşallah yana yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha amin bo'linglar. Bugungi mazmun o'sha bo'lsin. Xayr xo'sh.